Assalomu alaykum akalar, opalar, noxush xabar. Bir akamiz olamdan o'tib Moskvada vafot etganlar edilar. Qarindosh urug'ini qidirayotgandik. Mana qarindosh urug'ini topdik. Juda ko'pchilik so'radi. Farg'ona viloyatini Oltiariq tumanidan ekanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, siz kim bo'lasiz? Men qaynog'asi bo'laman. Kechqurun shu videoni ko'rib, Shu videoni ko'rib, siz video chiqargan ekan, shu videoni ko'rib sizga murojaat qildik. Shuni o'ylaydi olib ketishimiz kerak. Shunga iltimos yordam beringlar. Qancha qo'lingizdan kelgan yordamni qilib bersangiz yaxshi bo'lar edi. qayerdansiz? Biz Oltiariq, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani, Tinchlik shaharchasidan. Siz kim bo'lasiz? Jiyani bo'laman. Jiyanlar, ha? Aka, amakingiz haqiqatan vafot etgan ekan. Hozir pasportlaringizni olib kirib ketdi. Hamma dalillarni ko'rdi, hozir menga oformlanish qilinyapti. Akalar, opalar, qarindosh urug'lari topildi. Mana 2 oydan beri morgda yotibdilar. Agar kimdir yordam qilamansa, Alloh yo'lida savob uchun yordam qilinglar. Mana ekrandagi telefon nomerda Sberbank karta bo'lib, Parvina Islomova bo'lib chiqadi. Agar kimni qo'lidan kelsa yordam bersin, u nimagaki morgda 2 oy yotgan. 2 oy yotganligi uchun unga qancha pul so'rashini hozir hech kim bilmaydi. Biz o'zimiz mana milisaxonaning oldida turibmiz. Ko'rganlaringdek akalar, opalar, hozir qog'oz, dokument hammasini to'g'rilayapti. Akalar, opalar, shu videoni iloji boricha tarqatib qo'yinglar. Kimni qo'lidan kelsa, Alloh yo'lida Ro'za Ramazon oyida yordam beringlar. Kim qancha topsa, akalar, opalar, bu video gruppalarga, har xil gruppalarga tarqab ketishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilamiz. Mana shu ekrandagi nomerda faqatgina Parvina Islomova Sberbank karta, VTB karta bor. Kim qo'lidan kelsa yordam bersin. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.